Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Sensatsiya: Rahmon Aliyevni Fransiya Granda transfer qilmoqchi. O'zbekiston futbolining eng iqtidorli yoshlaridan Umarali Rahmon Aliyev 2026-yilgi Jahon chempionatida qatnashgan yakuniy tarkibga kiritilmagan bo'lsa-da, uning Ozarbayjonning Sabah jamoasi tarkibida chempionlik mavsumidagi va UEFA Chempionlar Ligasining saralash bosqichidagi o'yinlari e'tibordan chetda qolgani yo'q. Fransiya futbolini yoritib kelayotgan Yevropaning bir necha nufuzli manbalari Liga 1 VIE chempioni Lens 22 yoshli o'zbek futbolchisiga jiddiy e'tibor qaratayotganini yozmoqda. Xususan, estransfers.com, topmercato.com saytlari kabi manbalar lansliklarning Rahmon Aliyevga munosabatini tasdiqlab ma'lumot chiqardi. Bizda ishonchli ma'lumotlarga ko'ra, Lens sport direktori Jean-Louis Leka yana bir iqtidorli o'zbek futbolchisiga qiziqish bildirmoqda. Abduqodir Husanovni o'z safiga qo'shib, juda muvaffaqiyatli transfer amalga oshirgan Lens endi O'zbekistonning yana bir iste'dodli futbolchisi Umarali Rahmon Aliyevni nishonga oldi. 2023-yil yozda Lens Abduqodir Husanovni Belarusning Energetik Bugu klubidan 450 ming yevroga sotib olgan edi. Markaziy himoyachi Fransiya shimolidagi klubda o'zini yorqin namoyon etib, yuqori darajada o'yin ko'rsatdi va 1,5 yil davomida jamoa safida to'p tepdi. Shundan so'ng u 2025-yil yanvar oyida Manchester Cityga o'tdi. Ushbu bitim orqali Lens katta foyda ko'rdi. Klub hozir 22 yoshli futbolchini 40 million yevroga va yana 10 million yevro miqdoridagi bonuslar evaziga sotdi. Husanov transferdan keyin klub rahbariyati o'zgargan bo'lsa-da, ma'lumotlarga ko'ra sport direktori Jean-Louis Leka ushbu transfer oynasida yana bir o'zbekistonlik iste'dodni olishga harakat qilmoqda deb yozdi fransiyalik jurnalist Kevin Carrera. Ozarbayjonning 90+ nashri ham Sabah jamoasi tarkibida juda muvaffaqiyatli mavsum o'tkazgan Umarali Rahmon Aliyevga Fransiya VIE chempioni jiddiy qiziqayotgani ta'kidlandi. Ushbu manba ma'lumotlariga ko'ra, tayanch yarim himoyachisi pozitsiyasida o'ynaydigan o'zbekistonlik futbolchi 36 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Umarali 2026 va 2027-yilgi yangi mavsumni ancha erta boshlab, UEFA Chempionlar Ligasi saralash bosqichlarida 6 ta o'yinni o'tkazdi. Shuningdek, jamoasi bilan Chempionlar Ligasi play-off bosqichida Isroilning Japoyol Bezesheva jamoasiga qarshi 2 uchrashuvdan iborat bahsga chiqish huquqini qo'lga kiritdi. Uchrashuvlar 19 va 25 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Umarali Rahmon Aliyev Boku jamoasi safida 2025-yilning yanvaridan beri o'ynab kelmoqda. Aslida bunyodkor tarbiyalanuvchisi hisoblangan Umarali Rahmon Aliyev 2023-yilda Toshkent klubida Rossiyaning Rubin jamoasiga erkin agent maqomida borib qo'shilgan edi. Rubin asosiy tarkibida kirishga qo'yilgan o'zbek futbolchisi Sabahga ijaraga jo'natdi. Keyin bokuliklar iqtidorli yarim himoyachi to'liq transfer qildi. 22 yoshli Umarali Rahmon Aliyev o'tgan mavsumda Ozarbayjon chempionati va mamlakat kubogi bahslarida jami 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol va 2 ta assist muallifi bo'ldi. Rahmon Aliyev Sabah jamoasi safida Ozarbayjon chempioni va 2 marta mamlakat kubogi sohibiga aylandi. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Hamyurtimiz Lensga borib, yana Fransiyaning ajoyib klublaridan Manchester City, PSG kabi jamoalarga qo'shilishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Albatta hamyurtimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Rahmon Aliyev deb yozib qo'yishni ham unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. O'zbek futboli kanalini qo'llab-quvvatlagan holda kanalimizga obuna bo'lib, ushbu video keng tarqalishi uchun like bosib qo'yishni ham unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, eng so'nggi yangiliklar, eng so'nggi transferlar faqatgina O'zbek futboli kanalida chiqadi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.